Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi dastlabkamiz ish jarayoni ketmoqda mana. 20 kilovatli uzoq yonuvchi aqlli kotelimizni Qoraqalpog'iston Respublikasi Shomonay tumanidan dastlabkiga chiqardik. Shomonay tumanina qiziquvchi odamlar bo'lsa, shopurning nomerlarini ham aytamiz. Shopur har safar shopurimiz ketadi, mana shu jo'ramiz mana. Shu mashinada har safar apart turibdi. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Bu kotellarımızın bir kunluk rasxoti 30 kilodan 50 kilogacha. Hozirgi kunda 8 million so'm deb 7 million 800 ga berdik shu kotelimizni mana. Mana hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi 20 kilovatli kotelimizni Amudaryo tumani, ya'ni o'zimizning tuman Kommunizm mahallasidan dastlabkiga yo'lga olib chiqdik. Kech bo'lsa ham mijozimizning xohishina qarab. Bugungi kunga ikkinchi kotelimiz bu. İşlerimiz ham qo'zg'alib qoldi. Sizlarga da maslahat beramiz. Sentyabr, oktyabr oyida kotel qo'yaman deb tiqilinchga qolib ketmang. Bu kotelimiz qisqacha tushuntirib o'tamiz. Bu kotelimizning zagruska joylarini, ya'ni ko'mir soladigan joylarini 35-40 kilo atrofida ko'mir sig'adi. Ko'mirni solgandan keyin tepadan yonuvchi kotel bo'lib, tepaga yonib, pastga tushib, yana chiqib, yana tushib, yana chiqib, dimoxotga chiqib ketadi. Arkasında teplaminiklar ko'p bo'lganining hisobidan bu kotel tozalash talab qiladi. 10 kunda bir ochestka qilib turasiz bu kotelni. Bu kotelimizning bir kunlik rasxoti kunning sovuq issisina qarab, uyning tepla batareyasina qarab 30 kilodan 50 kilogramgacha angren ko'mirga. Agar kuznechniy qora ko'mir, Qozog'iston ko'mirini yog'aman desangiz, dim ekonomishniy bo'ladi, kam ketadi u ko'mirdan. Bu kotelimizning listlari uchli qora listlardan bo'ldi, hamma joyi, ichi sirti komplektida ventilyator, termostat, cho'gun kolosniklari bari ishida bo'ladi. To'g'ri otoplenaga ulasangiz bo'lgani. Ochiq sistema, yopiq sistemadan bemalol qo'yib turibdi buni. Nimaga deganda hamma narsa hisobga olingan, tortiqlar qo'yilgan mana ham boshlarına. Shu videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, Instagramda yurakchani qizartirib qo'ying. YouTube kanalida ko'rib turgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Kotel qiziqma, kotel qiziq, kotel olaman deb yurgan do'stlaringiz bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'ying. Bizning manzil Amudaryo tumani, Mang'it shahri, eski paxta zavod ichida. Telefon raqamlarimiz 97 789 67 00. Amu Teplo bizim brendimiz. Navbatdagi 20 kilovatni yetkazib keldik, yetkazib mana. Bo'ldi, shu yerga qo'y. Instagram kanallarni. Amudaryo tumani Kommunizm mahallasidan yetkazib keldik.